Uyimizda shunday sukunat bor ediki, hatto nafasim o'zimga eshitilardi. Odatda bolalarimning kechuvi, erimning yo'tali, qaynonamning gudranishi bilan to'lib toshib turadigan bu katta hovli endi huvullab qolgandi. Erim Rossiyada. Ancha bo'ldi. Har kuni telefonlashib gaplashib turamiz. Har kuni bir xil gap. Ishlaring yaxshimi? O'zingni ehtiyot qil. Bolalar yaxshimi? U bilan ham uzoqlashib ketgandekmiz. Go'yo sog'inch deganlari avvaliga olovga o'xshab yuragingni kuydirar ekan, keyin asta-sekin sovuq kulga aylanib qolar ekan. Bolalarimni qaynonam o'rib Toshkentga opasinikiga to'yga ketganlariga ham bir hafta bo'ldi. Qaynotangiz yolg'iz qolmasin, kelinsiz qoling. Bir haftada qaytamiz degandilar. Shunday qilib, men va qaynotam bu katta havullagan hovlida yolg'iz qoldik. Qaynotam odam kamgap inson. Bolasi uzoqda, xotini, nevaralari mehmonda. U kishi uchun ham oson emasligini bilardim. Ko'pincha ayvonda eski karavotda xayol surib o'tiradilar. Men o'z ishim bilan doim ovoraman. Sigir soqaman, ovqat qilaman, uylarni yig'ishtiraman. Biz deyarli gaplashmasdik. Faqat zarurat yuzasidan. Ota, choy ichasizmi? Kelin, tuz bormi? Faqat shunga o'xshash so'zlar edi. Oradagi sukunat ba'zan menga og'ir yuk bo'lib tuyuldi. Kechqurunlari bu sukunat yanada avjiga chiqardi. Havliga tunchoqa kelib, chiroqlar yoqilganda men oshxonamda, u kishi oshxonasida qamalib o'tirardik. Ba'zan u kishining yoq bu yoqqa yurgani eshitilardi. Men esa derazadan osmonga, yulduzlarga qarab o'tirardim. Xayolimda erim, u hozir nima qilayotgan ekan? Sovuqmayaptimi-ekan? Meni o'ylaydimi ekan? Ammo bu o'ylar ham endi avvalgidek yuragimni junbushga keltirmasdi. Xuddi eski yod bo'lib ketgan she'rni takrorlayotgandek edim. Bir kuni kechqurun yomg'ir quya boshladi. Bax yomg'iri uyimiz tomiga urilayotgan tomchilar sukunatni biroz bo'lsa-da buzardi. Bir kuni elektr o'chib qoldi. Butun hovlini zimziyo qorong'ilik bosdi. Telefonimning chirog'ini yoqib, sham izlay boshladim. Oshxonadan bir dona sham topib yoqdim va qaynotamning xonasiga mo'raladim. U kishi deraza oldida tashqariga tikilib o'tirgan ekanlar. Ota, chiroq o'chdi, sham olib keldim, dedim. U kishi sekin qaradi. Sham yarig'ida yuzlaridagi ajinlar yanada chuqurlashib bo'rtib ko'rindi. Uning ko'zlarida chuqur bir charchoq, alam bor edi. "Ha, kelin, rahmat, shu yerga qo'ya qoling", dedilar. Past ovozda shamni stol ustiga qo'ydim. Xonadan chiqib ketmoqchi edim, lekin u kishining ovozi to'xtatdi. "O'tiring, kelin." Birozim zerikdim. Bu taklifni kutmagandim. Ikkilanib eshik oldidagi kursiga o'tirdim. Alov sham alangasi bizni bir-birimizdan ajratib turardi. Uzoq jim qoldik. Yomg'irning shovullashidan boshqa ovoz yo'q edi. "Bolam bilan gaplashdingizmi?" nihoyat so'radilar. "Ha, kecha gaplashdim. Yaxshi yuribdi-kan", dedim. Odatdagidek yana sukunat. Keyin u kishi kutilmaganda chuqur xo'rsindilar. Bu xo'rsingida sog'inch mujassam edi. "Pul topaman deb yoshligini xazon qilyapti bolam. Na bola chaqasining oldida, na ota-onasiniki. Hayotni mazasi qayoqda qoldi o'zi?" Bu so'zlar yuragimga oqdek qadaldi. Chunki bu mening ham har kunlik o'ylarim edi. Erimning topgan puli ro'zg'orga, imoratga ketardi. Ammo bizning o'tayotgan umrimizcha, mening ayollik baxtim uning yoshligicha, "Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi, ota", dedim bazo'r. U kishi menga qaradilar. Bu safar nigohlari boshqacha edi. Bu qaynotaning keliniga qarash emasdi. Bu bir erkakning dardini tushungan ayolga qarash edi. "Sizga ham qiyin, bilaman qizim", dedilar. "Yolg'izlik odamni yeydi." Shunda tomog'imga bir nima tiqildi. Ko'zlarimdan yosh qalqadi. Yig'lab yubormaslik uchun labimni qattiq tishladim. Men bu uyda bir xizmatkor, bir kelin edim. Hech kim mendan "Senga ham qiyinmi?" deb so'ramasdi. Hamma meni kuchli deb o'ylardi. Ammo men charchagandim. "Bilmadim", deya pichirladim. Shu payt u kishi o'rnidan turib yonimga keldilar. Men seskanib tushdim. U kishi qo'lini yelkamga qo'ydi. Men o'shanda dadamning mehribon qo'llarini esladim. O'zimni tutib tura olmadim. Yig'lab yubordim.
Uzoq vaqt davomida unutilgan barcha dardlarim, sog'inchlarim, yolg'izligim ko'z yoshlarimga qo'shilib oqardi. U kishi hech narsa demadi. Faqat qo'li bilan yelkamni ushlab tasalli bergandek. Bo'zda sham alangasi tebrinib, ikkimizning devordagi soyalarimiz bir-biriga qo'shilib ketardi. Qancha vaqt shunday o'tirganimizni bilmayman. Yomg'ir tindi. Sham deyarli tugab qolgandi. Men ko'z yoshlarimni artdim. "Kechiring, ota", dedim xijolat bo'lib. "Xijolat bo'lmang", dedilar, ammo bu gal titroq ovozda. U kishi qo'lini yelkamdan olmadi. Aksincha, barmoqlari bilan sochimni sekin siladi. Yuragim dukillab ketdi. Bu nima? Bu qanday holat? Aqlim "Tur, xonangga kel, bu gunoh" deb bong urardi. Ammo tanam, ruhim qimirlashni istamasdi. Men shu mehrga, shu e'tiborga shunchalik tashna edimki, bu iliqlikdan voz kechim kelmadi. U egilib yuzimga qaradi. Ko'zlarimiz to'qnashdi. Uning ko'zlarida endi nafaqat charchoq, balki bir iltijo, bir o'lif borlardi. Bu qarashdan butun vujudim muzlab ketdi. Qaynotam erimning otasi. Bu fikr miyamda char urardi. Ammo hozir u qaynotam emasdi, balki meni tushunadigan, dardimga sherik bo'lgan yagona inson edi. U sekin yuzimga yaqinlashdi. Men ko'zlarimni yumib oldim. Lablaridan aroqning hidi anqidi. Demak, yolg'izlikdan ichgan ekanlar. U meni o'pdi. Bu o'pishdan da ehtiroz, na shiddat bor edi. Bu ikki yolg'iz, yaralangan qalbning bir-biriga taskin berishga urinishi edi. Bu gunohkor, ammo shunchalik zarur bo'lgan bir taskin edi. Men qarshilik bilmadim. O'sha lahzada men na erimning xotini, na bu xonadonning kelin edim. Men shunchaki yolg'iz, mehrga zor bir ayol edim. Tong atdi. Chiroq yongan turgandi. Tunda qachon yonib, qachon o'chirganimizni eslay olmadim. O'rnimdan turib, yuzimni yuvdim. Hovliga chiqqanimda qaynotam allaqachon turib ayvonda choy ichib o'tirardi. Unga ko'zim tushishi bilan kechagi voqea yodimga tushib, butun vujudimga titroq kirdi. Uyat, qo'rquv, gunohkorlik hissi butun vujudimni qamrab oldi. U kishiga qaray olmadim. Salom berdim, oshxonaga kirib ketdim. Nonushta tayyorladim, lekin o'zimning tomog'imdan hech nima o'tmadi. Dasturxon yozib, choynakni olib chiqqanimda u kishi bilan yana yuzma-yuz bo'ldik. Uning nigohida ham xijolat bor edi. Biz hech narsa demadik. Hech narsa bo'lmagandek nonushta qildik. Ammo oramizdagi sukunat endi boshqacha edi. Bu bo'mbosh, sovuq sukunat emasdi. Bu sirlar bilan, aytilmagan so'zlar bilan, gunohning og'ir yuki bilan to'la bir sukunat edi. Biz endi bir-birimizga begona emasmiz. Bizni umrbod bir-biriga bog'lab turadigan bir sir birlashtirib turardi. Kunlar o'tmoqda. Qaynonam va bolalarim ertaga qaytib kelishadi. Hovli yana shovqinga to'ladi. Erim yana telefon qiladi. Hayot o'z iziga tushib ketgandek bo'ladi. Ammo men bilaman, hech narsa endi avvalgidek bo'lmaydi. Bu hovlining devorlari, bu ayvon, bu xonalar hammasi mening gunohimga guvoh. Men har kuni qaynotamga duch kelaman. Biz bir-birimizga qisqagina qarab qo'yamiz. Uning nigohida men o'zimning aksimni, o'zimning sirimni ko'raman. Va bu katta uyda biz ikkimiz abadiy yolg'izmiz. O'zimiz yaratgan yolg'izlikda. Bu yolg'izlikning nomi yo'q, ta'rifi yo'q.